Ay to'yimizni tuzimari masjid to'ylarga yetkazsin. Polvonlarni omadini bilsin. To'yning kurash qismi ham to'y qismi ham yaxshi o'tsin. Komil polvon sizga ham rahmat. Mana shu Surxondaryoda kimdir mana shu yerga kurashni tartibli o'tkazyapsiz. Sizning omadingizni bersin. Sizning shogirdlaringizni ham nasib qilsa sizning davom ettirayotgan kurashlarni Berdirahmat polvon bilan Aktam polvonlarga mana shu sudyaning ishlarida omad tilaymiz. Hamma sog' bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin, salomat bo'lsin. Katta rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli muxlislar. Mana bugun elimizda chiroyli, ehson berib, chiroyli yilga tomosha berib, diqqat nevaram, shohi nevaram, to'ylar qilib, orzu havaslariga yetgan kunning shohidi bo'lib turibmiz. Mana hamma ko'nglidagi yaxshi tilak-istaklarni Olamurod polvon og'aynim aytib qo'ydi. Menga ko'p bo'lmadi, men chiroyli duo beramanki, Xudo xolasa tintak bo'lsa, janda kiyib, davrada yurib, yilda orini oladigan, koriga yaraydigan, yil oshib, qurashib, ilning, yurtining donqini taratadigan nevaralarim polvonlar bo'lsin. Nevaralarimning to'ylarga ulashib ketaversin. O'tganlarning ruhlari shod, oxiratlari obod bo'lsin. Xudo xolasa, yori jo'ralarini, otasini, bolarini, do'stlarini tildan, qo'ldan qo'ymaydigan solih muttaqin bandalardan bo'lsin. Hamma davradagilarda nasib bo'lsa, shu to'yni tomosha qilib turganlarni hech bo'lmaganda mana shunday katta kurash ko'klari beradigan to'ylarga yetkazsin. Yurtimizda mamlakatimiz obod bo'lsin. Parvardigor bandam deb yo'rlaqib, ozod hur O'zbekistonimizni mustaqilligi, istiqloli doimo boshida barqaror bo'lsin. Alhamdulillahi robbil alamin val oqibatu lil muttaqin va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi ashabi ajmain. Yaratganning chiroyli yaxshi ko'rgan bandasi bo'lib, payg'ambarimizga ummat, Ibrohim halillaga millat bo'lib nasib bo'lsa, doimo o'ynab kelib to'y tomosha qilib yuraylik. Yaratgan egamga hamd va sanolar bo'lsin. Nasib bo'lsa, yetmagan orzularimizga o'zi yetkazib, Xudo bizlarga chiroyli sabr bersin. Hammaga sog'lik, katta polvonlarga omad yor bo'lsin. Xudo xolasa, bu kurash maydoni o'zini tanitadigan, jandani kiyib, hamma yoshlarda orzu havasi uyg'otadigan to'y, Xudo xolasa hammani shunday yaxshi katta to'ylarga yetkazsin. Rahmat rais, nasib bo'lsa chiroyli olib boryapsiz. Yilning ishonchini ortadigan, Xudo xolasa shogirdlaringizdan xuddi sizday bakovullar bo'lib, yurtni, yilni olqishini olib yursin. Rahmat. To'ylarim bilan tabriklayman. Rahmat, dunyo turguncha turingizlar, doim shunday hurmat izzatdan hosil bo'lsin. Kelingizlar, ikkinchi tovoq